Va shunday original shurpayor naborni sizga berib yuboramiz. Faqatgina shu videomizga bittadan like bosib turib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib, bizni do'konimizdan 15-fevralgacha ko'rib turgan komplekt holatdagi motobloklarni xarid qiladigan bo'lsanglar, akalar, narxini eng arzon, sutekin narxlarda kelishtirib hisoblab beraman. Narxidan tashqari bonus sifatida shurpayor naborni sizlar uchun qo'shib beramiz, akalar. Marg'ilonda joylashgan agrotexnikalar do'konimizdan motoblok hamda jatka o'rim uchun ham, haydov uchun ham tayyor bo'lgan universalniy variantdagi motobloklarimiz haqida to'liq videosini qilib beraman sizlarga. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, narxlari bilan yoritib beramiz. Motoblokda ham unaqa prostoy kichinasini qo'ymaganmiz. Katta sifatli original variantidan sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'p, birinchi o'rinda bu motoblokni qiladigan vazifasi bemalol o'rim vazifasida ishlatilgan bo'laveradi, haydov qilib ishlatilgan bo'laveradi. Bu motoblokimiz universal hisoblanadi, akalar, ko'rishlar mumkin. Oldi tomoniga universal original jatkalarni qo'yganmiz, ko'rishlar mumkin. Jatkani ham prostoy hamda universal varianti bo'ladi. Bular universalniy variantda 2 parrayli hisoblanadi, akalar. 2 parrayli bo'lgani hisobiga mahsulotlarni, ya'ni o't mahsulotlarini o'rib, yonboshga chiqazib, o'rishi juda ham sifatli holatda o'rib bera oladi. Reper brendidan akalar bir uyumali bo'ladi, ko'rishlar mumkin. Yonbosh pichoqlari ham mana original pechatli pichoqlar bilan jihozlangan. Ukam bu yonboshdagi pichog'i nima vazifani bajarib beradi degan akalarimizga chirmashgan, yotgan, bir-biriga kiyishgan bedalar bo'ladigan bo'lsa, o'rib yonboshga tashab berish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Jatkamizda reduktorlari ham juda ham sifatli original reduktorlar bilan jihozlangan. Undan tashqari sep ramalari ham juda ham qalin ramalardan bo'ladi. Xo'p, endi motoblogimiz ma'lumotiga o'tadigan bo'lsak, bu jatkasini o'rim sezonda qo'yib turib, o'rim qilsalar ham bo'laveradi. Haydov sezonda bu jatkani olib tashlab turib, motoblogimizni o'zida haydov qilsalar ham bo'laveradi. Plyuk, priset, shunaqa narsalarni ham bemalol qo'yib ishlatsalar ham bo'laveradi. Motoblogimiz ham 9 ot kuchli bas, 13 ot kuchli, 15 ot kuchli katta motoblogdan qo'yib, sizlarga obzorni qilganmiz. Bu jatkamiz 9 ot kuchli motoblogimizga ham tushadi. Bular 15 ot kuchli katta variantdagi motoblogimiz bo'ladi. Birinchi o'rinda vozdix qismiga to'xtalib o'tib ketamiz. Vozdixlari tepa tomonda katta vozdixdan bo'ladi. Bunga avtol quyib beradigan bo'lsalar, tashqaridan kirgancha chetda qolishini hisobiga akalar sizlarga juda ham uzoq xizmat qilib beradi. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari kelishilgan holatda bor. Xo'p, motoblogimizning balonlari 612 katta shiroki mexki balonlar bilan jihozlangan, ko'rishlar mumkin. Reduktor qismlari ham juda ham katta reduktorlardan bo'ladi. Sifatlari juda ham zo'r. Akkumulyatorli, statorli, kalit orqali ham bemalol ruchnoy ham zavodit qilib ishlatsalar ham bo'laveradi. Oldi tomonda mana ruchnoylari ham bor. Komplektda frezalarini, ключlarini ham yo'g'on komplekt qilib beramiz. Kechasi kunduzi ishlatish uchun mana fara sistemalari ham qo'yilgan. So'g'atiga 1 litrdan benzin rasxod qilib beradi. Motoblogimiz o'zida mas'ul datchiklari bor. Yog'i eski roziyab qoladigan bo'lsa, motorlari avtomatik o'chish xususiyatiga ega. Komplekt ko'rib turgan mahsulotlar narxi 16 million so'm. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib oladigan bo'lsalar, akalar, narxlarini kelishtirib, arzon narxlarda qilib beramiz. Unda dastavkalarni ham qilib beriladi. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib olursa, chiroyli qilib dastavkalarni bilan yetkazib qilib beramiz, akalar. Qolagan turdagi motobloklarning do'konimizda bor. Telefon qilishlari mumkin bemalol.